Yangi uy olishayotganda hamma hayajonlanadi. Shuning uchun ular tezroq va chiroyli bitishiga harakat qilishadi. Shu sabab eng katta xato qilinadi hamma narsani birdan tanlash. Go'yoki bu vaqtni tejaydigandek. Lekin aslida shu joyda chalkashlik chiqadi, chunki har bir zona alohida e'tibor talab qiladi. Zal uchun bir narsa to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, vanna uchun u ishlamasligi mumkin. Bir joyda chiroyli ko'ringan variant boshqa zonada umuman mos tushmasligi ham mumkin. Natijada hammasi alohida chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin biriga qaraganda hammasi tartibsiz ko'rinadi. Yana bir xato, odam shoshilib qolib, birinchi ko'rganini oladi. Voy, boshqa joyda yaxshirog'ini ko'rib afsus qiladi. To'g'ri yo'l esa boshqacha. Hammasi birdaniga emas, bosqichma-bosqich tanlash kerak. Avval asosiy zonani hal qilasiz, undan keyin o'shanga qarab qolganlarini qilishni boshlaysiz. Shunda interyer ham chiroyli, ham bir butun chiqadi. Kreyda esa bu osonroq, chunki har bir xona uchun kerakli variantlar bizda bir joyda ko'rib, birma-bir tanlashingiz mumkin.